Ishni 5-g'ildirak va kingpinni tekshirishdan boshlang. 5-g'ildirakni tekshiring. Shikastlangan, bo'shashgan yoki yetishmayotgan qismlar bor yo'qligini aniqlang. Jag mexanizmining shikastlanishi keng tarqalgan muammo. Ramkada yoriqlar, bo'shashgan murvatlar yoki siniq mahkamgichlarni qidiring. 5-g'ildirak yuk mashinasiga mustahkam o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. Yog'lash muhim. Ba'zi 5-g'ildiraklar moylashni talab qiladi. Agar yog'lanmagan bo'lsa, boshqarish muammolariga olib kelishi mumkin. Boshqalari yog' talab qilmaydi. Qaysi turdan foydalanganingizni aniqlab oling. Qish sharoitida muz va qor to'planishi xavfsiz ulanishga to'sqinlik qilishi mumkin. Muz tozalagich yoki bolg'acha yordamida muz va qorni olib tashlang. 5-g'ildirakning holati orqa tomoni pastga egilgan bo'lishi, jag' ochiq, chiqarish dastagi ochilgan bo'lishi kerak. Agar siljiydigan 5-g'ildirak bo'lsa, qulf ochilmaganligini tekshiring. Kingpinni tekshiring va uning bo'shashmagan, egilmagan yoki singan emasligiga ishonch hosil qiling. Trak va treylerni ulanishi. Sekin orqaga yuring va 5-g'ildirak treylerga tegishidan oldin to'xtang. Agar 5-g'ildirakni haydovchi o'rindig'idan ko'ra olmasangiz, ko'zgularingizdan foydalaning. Kabinadan tushishdan oldin neytral uzatmaga o'ting. Parkovka tormozini torting. Treyler balandligini tekshiring. Treyler 5-g'ildirakka yetarlicha past bo'lishi kerak. Burilish pinlarini ortidan tegib, treyler biroz ko'tarilishi kerak. Noto'g'ri balandlik xavflari. Juda past. Treylerning old qismi shikastlanishi mumkin. Juda baland bo'lsa esa, kingpin noto'g'ri ulanib qolishi yoki umuman ulanmasligi mumkin.